Chilik mana motor. Bo'ldi. Rahmat. Sizga mumkin. Noyoblardan bo'ladi. AMG deb yozib qo'yishgani, like bosib qo'ying. O'sha mashhur Kuro bo'ladi. Mercedes-Benz. Kapotini bitta olib oling. Men abi cho'kadi oldimdan tashiydi. Mashina anaqa matinasi bor ekan. Afsonaviy W124. Rasxoti 10 dan 11 gacha ekan. Xalqda nima gap? Sergeli moshina bozorida nima gap? Bugun 18-yanvar Sergeli moshina bozorida Inamarka qatorida Inamarka narxlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir sizlarga bozorda olov bo'lib turgan gelikdan boshlamoqchi edim. Videoni ko'rib tursanglar, oxirrog'ida bir qiziqtirish uchun ham oxirrog'ida bitta obzor qilamiz. Salonlarga vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. 40 mingdan oshiq pul ketgan ekan. Xo'sh, Sergeli moshina bozorida Inamarka qatorlarni ko'rib turibsizlar. Mercedes-ni noyoblari zo'rlardan chiqqan. Birinchi bo'lib mana shu Mercedes-dan boshlaymiz. Mercedes-Benz afsonaviy W124 2.3 motor 111 ekan. Avtomat ekan, yili 92-yil. Mashinamizni lekin salonlarni olib kelasiz, bitta o'tirib ko'ramiz. Lekin kommentariy yozishibdi, salonlarga ham o'tirib ko'ring deb. O'tiruvdim, maza qildim lekin. Xo'sh, nima lyuklari bor. Avtomat korobka, mashina hamma narsalar ishlab turibdi. Salon holatlari yaxshi bo'lib turibdi. Mashinamiz rasxoti 10 dan 11 gacha ekan. Benzin rasxoti. Mana shuni ko'pchilikda sipleni deb o'ylaydi. Kommentariy fikrlarni yozib qoldiringlar. Bilaman, sizlar bilasizlar. Bu ruchnoy bo'lsa kerak deb aytishadi. Ruchnoy ko'pchilik osh diskalariga qaranglar. Diskalarni har doim bitta silab qo'yamiz. Mashinani holati vobshe chokki bo'lib turibdi, lekin bitta ko'rib chiqamiz. Amtga AMG deb yozib qo'yishgani, bitta like bosib qo'yinglar. Xo'sh, mashinamizning narxini egalari hozircha 7500 so'rashayotgan ekan. Telefon qilasizlar, bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Xo'sh, mana shu zazorlarni bitta ko'rib qo'yinglar. Holatlari lekin yomon emas, chirigan joylari yo'q. Daji shunaqa tekshiradigan darajaga kelyapman. Kommentariyaga fikrlarni yozib qoldirib, like'larni danglatib turib, qo'llab-quvvatlasanglar, men sizlarga zo'r mashinani ko'rsataman. Ketdi yuring aka. Xo'sh, ko'pchilik so'rayapti. Xo'sh, Mercedes ko'rsating, Nissan Altimalardan ko'rsating, har xil mashinalarni ko'rsating deyaptilar. Biza ketdi. Xo'sh, hozir ko'ramiz buni ham qorani. Nissan Altima 2008-yil 218 ming yurgan ekan. Mashinamiz hozir so'raymiz. 218 ming yurgan ekan. Aka, assalomu alaykum. Buni benzin rasxoti qancha bo'lyapti? Aka, 8 tadan 10 tagacha. 10 tagacha. Kraskamiz? Kraska bor. 2-3 ta bor. Pitnolari bor. Da. Bunaqa. Lekin udar yo'q, udar вообще bo'lmagan butun mashina. Motor rasxotlari yo'qmi? Hech qanaqa. Hech qanaqa rasxot yo'q. Balongacha ham yangi turibdi, svejiy. 9,5 deyapmiz aka. 9,5 tepasiga gaplashamiz. Gaplashamiz. Telefon uchun aytaman, mayli? Bo'ldi. Xo'sh, demak, Nissan Altima 2008-yil 218 ming yurgan, motor qismida hech qanaqa aybi ishlari yo'q ekan. 97lik 342 22 53. Xo'sh, 4 ta yangi balon ham bor deyaptilar. 4 ta yangi balonlari hammasi yaxshi. Xo'sh, mashina kichkinagina anaqa matinasi bor ekan. Buni chiqarib olasizlar. Mashinani texnik holatda ish yo'q, lyuklari hamma narsa ishlab turibdi. Egalariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Keyingi hisob-hisobli. Keyingi Mercedes'ni ko'ramiz. Bu Mercedes 2008-yil ekan. Agar egalari ruxsat bersa olamiz. Xo'sh, mashina olasiz. Mana shu tomondan bitta motorli kapotini bitta olib oling. Neobishniy bo'lib turibdi. Rasxot qilib qo'yilgan. Balonlari yaxshi. Opornilarini qizillarga bo'yab, kolodkalarni zo'r qilib qo'yishgan. Mashinani so'raymiz hozir narxini endi. Xo'sh, kiyala chiqqan. Aka, qo'yib yuborsangiz bo'ladimi? Assalomu alaykum aka, siz tushmaysiz, bu yoqqa o'tirasiz. Yili necha aka buni? 25. 2025. Probegi 18 ming yurgan. Kraskasichi? Top-toza kraska. Top-toza. Nima aybi, nima rasxoti bor? Aybi faqat balonni yangi miyakka balan qo'ydim bo'ldi. Zavodskoydan, bu yoq zavodskoy. Faqat benzinda. Benzin. Nechta rasxot qo'yapti mana shu mashina? Isharim 6 ta rasxot qiladi. Yo 7 ta-da. Ha, shunday. Qizlar ham yo. Ha, shunday. Narxini nechta qilamiz? Narxini 20 ming deyapsiz, so'rayverasiz. Tepasiga gaplashasiz. Ha. Telefon raqamingizni aytib oling. 97 385 44 21. Ata tavsiya qilasizmi? Nima maqsadda sotyapsiz o'zini? Pul kerak-da, uyalishimiz kerak. Agar lekin tavsiya qilasizmi? Ha, albatta zo'r. Rahmat aka. Xo'sh, musofirda yurgan akalarimiz mana qiziqayotgan mashinani ham bir ro'yga so'rab o'tdik. 20 ming so'rayaptilar. Egalarini o'zidanmi bu? Yo tirikchilikmi? O'zlarining egalari o'zlari. 20 ming so'rayaptilar, gaplashaverasiz, telefon raqamini qoldirdik.
O moshinamizni tepasiga anaqa qilmaylik, nima deysiz, sovda bo'lyapti. Hozir 2008-yildan lekin xabarim bo'ldi. Yo'qmasa sizlar bilan hozir ashti zo'r mashina ko'rsataman, agar egalari bo'lsa ketdi. Bu mashinani bitta ko'rsatib qo'ying orqasini. Bu mashinani обязательно olamiz. Bitta like bosib qo'ying. Xo'sh, mana bu Lexus kimdan edi? Oke, mana Lexus sizdanmidi, oke? Sizdanmidi? Gaplashavering bemalol, men ko'rib turaman. Xo'sh, mashinamiz 2006-yil ekan. Propani bor, gaz ballonlari bor, 90 talik ekan. Hozir mashinamizni bitta ko'ramiz. Mana shu tomonlarni qaranglar, oke. Bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu mashina juda ham noyoblardan bo'ladi. Hozirgi kunda bunaqa saksiyani topish qiyin. Holatlarni endi kraskalarni hozir egalaridan so'raymiz, lekin saksiyani vaqti ideal bo'lib turibdi. Olib keling. Xo'sh, ballonlarimiz, ballon holatlarimiz o'rta holatda bo'lib turibdi. Jang unaqa idealda bo'lmaydi-yu, lekin normalniy bo'ladi. Xo'sh, salonni ochamiz. Bismillah. Qani? Salondan qaranglar, holatlarni. Vahshim ideal darajada bo'lib turibdi. Salonlari yangi yoqdi. Atak o'zim ham bitta haydab berardim mashinasidan. Salonni qaranglar. Bitta chiqib ko'ring o'zim ham niyat qilib. Hammaga nasib qilsa bitta like bosib qo'yinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Buni yiliga emas, sastenasiga qarab ovorasizlar. Mashinamiz lekin juda tetik ekan bor-ku. Egalarini o'zidan ekan, avtomat korobka ekan. Hozir qolgan ma'lumotlarni olamiz. Hamma elektronika qismlari ishlab turgan ekan. Holatlari vahshiy ideal. Knopkalari qaranglar. Vahshiy ko'p ekan bor-ku. Mashinamizning yilini 2006-yil. Probegini endi egalarini o'zidan so'raymiz. Lekin holatda yomon emas. Mashinani. Vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. Olib kelamizmi? Endi so'raymiz, egalari hozir gaplashyaptilar. Mana shu tomonni qarasiz. Olib keling. Uncha mashina yo'q. Suvni sepib ta'minlab turadi hammasini. Mana shu yon taraflarni hozir mana sastenasi vahshiy zo'r bo'lib turibdi. Like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mashinamizni lekin kapotini ochishga harakat qilib ko'raman. Lekin kapotini ochamiz. Bitta ochaylik. Mana motor. Haqiqiy motor rostiga ham yuradi desa bo'ladi buni. Bitta like bosib qo'yinglar. Nima deyapti mashina? Mana usilitrlarni ham oling-da. Usilitrlari ham yaxshi bo'lib turibdi mana. Kapot krilolarni boltga ekalargacha ko'rsating. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Narxini so'raymiz endi. Keyin qo'yib yuboramiz. Nima deyapti mashina? Okalar. Mana shu tomonlarni ham bitta ko'rsatib yuboring. Hammasi bor. Narxini endi so'raymiz. Oke, motor bilan narxini aytib yuboring. Necha motor? 407 motor, narxi nech pul? 26,5. Qaranglar, 407 motor 26,5 ming so'rashyapti egalari. Xo'sh, xohlagan ustinglarni olib kelib bemalol tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Kraskalarni bir-sidira aylanib chiqolman. Sizlarga chunki musofirda yurasizlar, to'liq ma'lumot kerak bo'ladi. Chaqa-chuqa joylari unaqa ko'rinmayapti lekin. Telefon raqamini qoldiramiz. 26,5 ming so'rayotgan ekan. Uzr-da. Xo'sh, telefon raqam 99 893 98 99 97 770 94 92. Raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kraska holati qanaqa oke? Lekin ular grup emas, bo'ldi oke, ma'lumotlarni qoldiring. Sog' bo'ling. Xo'sh, ma'lumotlarni qoldirdik. Bitta like bosib qo'yasizlar shu joyiga. Mashina lekin maza qilib yuboradigan joyi. Videolarimiz yo'qotdimi sizlarga? Bizlarni qo'llab-quvvatlanglar, bundan-da qiziq bo'ladi. Xos. Mana shu motorni sekin tiqilib ovorasiz motorni. Buni qancha degdi tas? Buni bilmayman. 2008-yil probegichi? 170. Narxi nech pul so'rasiz aka? 17,5. 17,5. Tepasiga gaplashasizmi? Bunda naqd pul bilan keladigan ishqiboz bo'ladi, mersi. Meniki emas, o'zgalar egasi. Telefon raqamini aytib yuborasizmi? Egalarini? O'zlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishadi. Ishqibozlari ko'p-da bizda. Siz tushmaysiz. Mashina ovrasi salonni biz tushish shart emas. Egalarning hozir raqamini qo'yamiz. Okalar mana Mersi ishqibozlari uchun zo'rida. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Tepasi men tepasi 99 897 76 18 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastki telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bitta salonga o'tirib ko'ring. Bitta o'tirib ko'ring aka. Olib keling. Bismillahirrohmanirrohim. Wow!
Nima deyapti akalar? Buni haydash kerak. Ho, qarang, akfa printlarni qaranglar. Sastayana mana shu zo'r bo'lib turibdi. Menga yoqdi lekin. Luklari bor, avtomat korobka, bejiviy salon. Like bosib qo'yinglar, kommentariy fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ketdi biz. Nechta ulagan bu? Buni 16,5 dirham shunaqa dedilar. Xo'sh, sizlarga va'da qilgan mana egalar. Oka. Xo'sh, endi sizlarga nima qilamiz endi? Mashinadan boshlayveramizmi yo bitta aylanib kelamizmi? Kommentariy fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'sh, bozorni eng o'g'il bola mashinasi hozir mashq bo'lib turibdi. Mashinamizni bitta obzor qilamiz. Mashinamiz 2012-yil. Salonlarini, telefonni olasizmi aka? Turursinmi? 2012-yil 106 ming yurgan, to'g'rimi aka? Olib keling, salondan oching. Chiqib qolmasak bo'lmaydi bu mashinaga. Rozi bo'ling. Bo'ldi, rahmat. Menga ruxsat berishdi, telefonlarimni olib turamiz. Xo'sh, mashinamiz 2012-yil. Bitta like bosib qo'yasizlar. Gapirishim ham dadil, chunki dadil mashina ichida o'tiribmiz. Mashinamizni lekin mana kaltlarni ko'rasizlar. Nima deyapti kaltlar? Kaltlar hammaga nasib qilsin ilohim. Bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'sh, mashinamizning kraskasini toza deyaptilar. 505 kompressor AMG ga restyling bo'lgan dedilar. Salonga, hamma общий qismlariga buni 40 mingdan oshiq pul ketgan deyaptilar. Salonga eng sifatli narsalardan qo'yganmiz deyaptilar, lekin mana shu zazorlarigacha ham birga-bir kelib turibdi lekin. Mashinamiz nima deyapti? Prosta bomba. Endi bagajini ham ko'ramiz, opornilarni orqalarini ham qo'yamiz. Telefon raqamini mana shunday qo'yaveramiz mana. 97lik 122 51 00 telefon raqamlariga telefon qurasizlar. Bu mashinamizning narxi 80 ming dollar so'rashyapti. Bemalol egalariga telefon qilib, xo'sh, murojaat qilsanglar bo'ladi. Orqa salonlarni ko'rsatamiz. Obzori zo'r bo'lyapti lekin. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana bitta mana qilinglar operator. Endi tasavvur qiling, mana o'tib oling. Mana o'tib oling, mana qarang. Kelinglar. Xudo xolisa shu kunlarga ham hammaga nasib qilsin. Bitta shopir bo'lsa-da, ketdi davay desa-da. Chiqib o'ramiz. Bismillah deb. Ayna ketyapmiz. Faqat orqada o'tirish kerak bu mashina. O'rqiladi, orqamdan cho'kadi, oldimdan tashiydi. Mashinamiz faqat like ga arziydimi? Hammaga nasib qilsin niyat qilganlarga. Like, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar bu mashina haqida. 80 ming so'rashyapti. Diska larini qaranglar. Xo'sh, opornilari ham original AMG dan qo'yishgan, kolodkalargacha ham deyishdi. Mashinaga normalniy pul tiqib qo'yishgan. Shuning uchun ham bu mashinamizning narxi 80 ming ekan. Bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammaga nasib qilsin. Bu mashinamizning bitta bagajini ham hozir bagajini olmay turasiz bagajini. Sababi, bo'ldi, bemalol o'rasiz. U kimdan narsalar bo'ladi endi. Xo'sh, mashinamiz nima deyapti? Prosta haqiqiy san'at asari. Mana shu joyni o'qib o'ramiz, birgalikda yaqinroq qilib obunachilarimiz. Hammaga nasib qilsin. Mercedes-Benz. Like bosadigan joyi. 80 mingga nima deyapti? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'sh, mashinamizga lekin maza qiladigan joyi. Telefon raqamlarini aytib o'tdik, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ham kalti jo'q akalar, rahmat, sog' bo'linglar. Bu mashinamiz nima? O'zbekiston bo'yicha deyarli 4 ta deyishgan. Bu mashinamizning narxi hali ham o'sha 100 ming. Bu o'sha mashhur Kuro bo'ladi. Kuro haqida Instagram kanalimizga qo'ydik. Tushungan ham, tushunmagan ham yozyapti. Tushungan odam kelyapti-da, 96 ming pulim bor, beringlar deyapti. Akalarimiz berishmayapti. Ozgina qo'shsa, menimcha bersanglar kerak, to'g'rimi? To'g'ri obzor qildim, lekin ozgina qo'shsa, mana salon chiqib o'tirmaymiz. Buni prosta tashqaridan tomosha qilish kerak. Telefon raqamni bitta eslatib olaman. Hozir. Telefon raqamini olib aytib olasiz. 97lik 122 5100. Yili probegi kraskasini aytib oling, shu mashina Kuroni. Kraskalar toza, bron bo'lgan. Yili 1920. Benzin rasxoti 20 ta. Benzin rasxoti 20 ta. 100 ming so'rasizlar, 96 mingga bermadingiz. Ozgina qo'shib beraverasiz, to'g'rimi? Qo'shib bersa beraveramiz. Kuro bo'ladi. Kuro O'zbekiston Respublikasida 4 ta dona hozircha. 4 ta dona. Sizlarda shu ham 4-chisimi, 3-chisimi, 2-chisimi, 1-chisimi, qaysi biri taxminan? Bittasi bozorda turibdi, aka. Bittasi aniq bozorda. Bemalol murojaat qilasizlar akalarimizga. Xohlasanglar akamiz gelik sotamiz sizlarga. Xohlasanglar ash Kuro. Lekin aniq 96 mingga bermadik dedilar. Mersi kaltini berdimi, aka? Rahmat, sog' bo'linglar sizlarga. Obzor qilganingiz uchun rozi bo'linglar. Ketdi endi. Nima deyapti endi akalar?
Murojaat qilurasizlar. Xo'sh. Asha Renaultmidi aka bu? Renault da? Год? Здравствуйте, 22 год, пробег 56 тысяч, А краска? краска крыло левое вот это вот крашеное пятном, родное Пятно, стоит. Да? Ага. 1.6 атмосферный мотор, чугунный блок, цепь. Ага. Бензин расход? Бензин расход в городе 9 литров, по трассе 5,5 литров. Установлен пропан, Ага. 4 плюс поколение, 48 литров баллон. В городе 450 километров ездит. Сколько стоит? 12 500 прошу. Telefon nomer. Телефон номер 97 157 0080. Spasibo вам большое. Mana bash mashina Renault bo'ladi bu. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Egalarda obzori oldik, oldi kriloda kraskasi bor ekan, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Benzin rasxod hammasini aytdik, telefon raqamlarini qoldirdik. Spasibo вам. Xo'p, mashinamiz 2007-yil ekan. 90lik 816 66 68 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilasizlar. Bugun oldingi YouTube kanallarimizda chiqqan deb o'ylayman. Ketdi mana. Xo'sh, nima mashinalar bor? Mana 2024-yil BYD. Kraskalari bor. Mana achni so'raymiz. Bu yoqda aylanib turing, egalari tushmasin. Mana. So'ng Pro 2024-yil. Toza ekan. Gibrid ekan. Oka, narxni ish bilagan oka? Narxi 22 ming. Tepasiga gaplashaverasizmi? Tepasida gaplashamiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 91lik 495 55 15. Rahmat aka. Bozoringiz bersa, kraskalar top-toza deyishdi. Bemalol xohlang. Broni bor ekan, tayyor. Hech qanaqa muammosi yo'q, gibrid. Telefon raqamlariga murojaat qilasizlar, bemalol sotsanglar ham bo'ladi. Ketdi. Xo'sh. Xalaqit bermaymizmi? Nima boshlagan aka? Aka, sotuvga chiqqanmi? Qo'yib yuboramizmi? Shart emasmi? Rahmat. Uzr akalar lekin. Mashina bozorim. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Xo'sh, men aka qo'yib yuborsak bo'ladimi? Hozir bilanomi? Mana ayo tomondan o'rasiz. Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Ha, sotdinglar, oldinglarmi? Ma'lumotni yilini, probegini aytib oling aka. 2008 Ha? probegi bilmadim qanaqa. 180. 180 ming atrofida. Nech pulga tushdi aka? Kapti 3 ga almashdik. Kapti uchiz taxminan nech pul baholandi? 12 ming. 12 mingga. Demak 12 ming atrofida bo'pti. Aka, rahmat. Alloh xayrli qilsin aka. Hammaga nasib qilsa mana Captiva 3 ga boshma-bosh almashibdi. Captiva 3 13 mingligi aniq qilibdi. Xo'sh, Sergeli mashina bozor nima qilamiz? Gapiring. Ha? 17 minutmi? Ketdi, hali bizani chalg'itmang. Biz bugun polni obzor qilgani chiqqanmiz. Operatorimiz cho'ta charchab qoldilar menimcha. Hozir hammasi tariqasida. Xo'sh, Kia Carnival 2022-yil 68 ming yurgan. Bitta so'raymizmi? Okalar, assalomu alaykum. Mashina. Yaxshimisiz aka, siz? Bestig'ani? Yo, tushmayapti, ushatdi o'zi. Narxini aytib oling bo'ldi. 32 ming. Rahmat aka. 32 ming telefon raqamlariga qo'yib 32 ming so'rashyapti. Ketdi. Assalomu alaykum do'da. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasizmi? Nima mashina olib chiqdingiz? Mana eski mashinalarimiz. Eski qalimi? Hali ham turibdimi? Yekka nech pulga bermadingiz? Buni hali bir qotirib savdo qilingan joyi yo'q. Ozak so'ra albatta-da. Hozir aka. Bitta ma'lumotlarni aytib oling, balkim chiqib qolar, xudo xolasa. 24-yil, Aha. 91 ming probegi, kraskalari top-toza. Narxchi? 15 ming so'rayapmiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 97lik 480 77 48. Rahmat do'da, bozoringiz bersin. Do'dadan bemalol olsanglar ham bo'ladi, murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Range nima deyapti? Range so'raymizmi? Oka. Assalomu alaykum aka. Rangeimiz noyob-yu, bo'rilatib o'tiribsizmi? Qo'yib bo'ladimi? Ma'lumotlarni aytib oling, yili, 2009-yil probegi, 163 ming yurgan. kraskasichi? Kraskasi 7 bitlarida bor. 4-pokoleniya propan gazi bor. Tayyor. Tayyor, Pnevma sporti. podveski, Hamma narsalar ishlab turibdi o'ga. narxchi aka. 12700 dollarmiz olib Tepasiga kelishdi. gapiring. Bermagan narxingiz bo'ldimi? Endi hamma variant so'rayapmiz. Naqdga kerak o'ga. Telefon raqamingizni aytib oling. 99lik Aha. 133 34 34. Bitta bosib, bitta benzin ichiraylik aka. Ovozini oling. Rahmat aka. Bemalol murojaat qilasizlar. Egalarini o'zidan mana 12500 deyapti. Bermagan
pullariga berib yuborsalar kerak. Bir ma'lumot tariqasida bemalol popkorn por qildi. Bugun videolarimiz ham qiziq bo'ldi. Like, kommentariy, fikrlarni yozib qoldiringlar. Mashina olamiz endi. Xo'sh, Captiva'lar ham so'rashdi. Carnival 2017-yil 137 ming yurgan, narxi 20.500 so'rashyapti. Murojaat qilaverasizlar bemalol. K5 kimdan ekan? K5 kimdan ekan aka? Qo'yib yuborsak bo'ladimi? K5 so'rashyapti o'zi. Yili siz tushmaysiz, faqat ovoz tushadi. 2023. 2023 probegi 14 ming. kraskasicha. Mana shu kirada petno bor. Petno kichkina. Polni sepilmagan. Yo'q. Bu qaysi pozitsiyasi? GT Line'mi bu? Yo'q, GT Line'dan pasi. Ha, pasikada. Luki bor, to'g'rimi? Bor. Narxini necha pul qilamiz? 27,5 so'rayapmiz, kelishib beramiz. Tepasiga gaplashasiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 94 651 16 10. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'sh, mana sizlar tirikchiligami o'zingizlarnikimi? Qaranglar, dehqonning o'zidan deydi bizning tilda. Dehqonning o'zidan bemalol murojaat qilasizlar. Orqa kriloda kichkina petnosi bor ekan. Xohlagan ustinglar olib kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Pastki telefon raqamini yozib qoldiramiz. Nima deysiz? Probegi lekin kam yurgan 14 ming ekan. Okalarimiz o'tkazib yuborasiz. Bu yoqqa qaraysiz, puli tushmaydi. Xo'sh. Mashtab yakunlaymiz videoni. Xo'sh, bugun sizlar bilan 18-yanvar Sergeliy moshina bozorida Innomarka qatorida Innomarkaning narxlarini birgalikda ko'rib chiqdik. Videomiz uchun bitta like bosib qo'yib, qo'llab-quvvatlasanglar, bundan da qiziq videolar bo'ladi. Bitta kommentariy fikrni yozib qoldiring.